X3 ko'rishinglar mumkin. Oldim o'rtasidan juda ham qattiq urilgan. Buni qaranglar akalar. O'ta strashniy holatda imini mana shu joyidan udar bo'lgan. Bu mashinamiz furani orqasiga borib urilgan. Egalari alhamdulillah soppa-sog' hech narsa qilmagan. Bu Allohning mo'jizasi bo'ladi akalar. Motor butun, korobkalar ketgan. Laboylarni yirtib yuborgan. Xullas gurutiga udar bo'lgan. Juda ham qattiq. Bu yonlariga hech narsa qilmagan akalar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan bejviy salon avtomat X3 ko'rib turibsizlar. Tomlarni ko'tarib yuborgan, salon tarpetga rullar, mana bamperlari ichida yotibdi. Apshikalarni sindirib yuborgan, apshikalar mana bu yerga chiqib ketgan. Eshikni qopqoqdan ajratib yuborgan akalar. O'ta qattiq urilgan, strashniy holatdagi X3 avtomobil akalar. Xullas ko'rdinglar, juda ham strashniy holatdagi X3chi. Bu mashinani mana shu holatda sotib olganmiz. O'zimizning hududda mashinasi ekan. Bitta murojaat qildilar. Shunday borib ko'rib sotib oldik shu mashinani. Bilasizlar, avariyniy mashinalar olamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab olaveramiz. Faqat o'zimizga murojaat qilasizlar. Bu mashinani olgan narximiz har doim sizlarga qiziq bo'lgan. $2700 ga baraka qilganmiz akalar. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa mashinalar olamiz. Bizga murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar uchun 24/7 aloqadamiz va xizmatdamiz. Bu mashina shu pulga arziydimi yo'qmi? O'z fikringizni kommentariyada izohlab qoldiringlar. Qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bu summaga sotib olish.